Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Biz yukarıda Allah subhanahu ta'ala'nın fazl ihsanı inayet ölen Tefsir Müyesserimizin dersinde bulup Nahl Suresi 35. ayetki tıkıp kalgan edik. Şu an özünün dersimizin davamlaştırıştırışımız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم. Ayet-i Kerime'nin Uygur tercümesi. Müşrikler mubada Allah xalıgan bolsa biz ve bizning ota bobolarimiz Allah'ını koyup hiç nersige ibadet kılmagan bolatdık. Allah haram kılmagan yani Allah'ın hükümsüz hiç nersini haram kılmagan bolatdık dedi. Ulardan ilgirkilerimi yani şunda kılgan idi. Peygamberlerinin mesuliyeti fakat roşen tebliğ kılıştığını ibaret. Hidayet kılış bolsa Allah'ın işidir. Biz hakikaten her bir ümmetke Allah'a ibadet kılınla şeytandın yani şeytanga, butlarga, kahinlarga okşaş her kandak mabutga ibadet kılıştın yirak bulunla dep peygamber evettik. Ularning arasida Allah hidayet kılganlarımı var. Gumrahlıkka tegishli bo'lganlarmi bor. Yer yuzida sayr qilib yurib, payg'ambarlarni inkor qilganlarning oqibatining qandoq bo'lganligini ko'rsatinglar. Sen ularning hidoyat tepishiga eris bo'lsangmi,
Allah öz gumroh qilgan kishini hidoyat qilmaydi. Ularni Allohning azobidan qutuldirgan hech qanday madadkor yo'q. Ular Allah o'likni tirildirmaydi deb qattiq qasam ichishdi. Bundaq emas. Ya'ni o'likni tirildirdi. Allah va'dasi chuqum ishga oshirdi. Lekin insonlarning to'lisi Allohning qudratini bilmaydi. Şoňlaşqa ölgänden kin tirilişni inkar qiladi. Allah ular ixtilof qilishgan haq bilan naqni ularga ayırıp berish va kafirlarga ularning yolg'onchiliklarini bildirib qo'yish uchun ularni qaytadan tirildirdi. Biz biror shayni vujudga keltirmoqchi bo'lsak, uning vujudga kel deymiz-da. U vujudga keladi. Zulüm uçurğundan keyin Allah yo'lida hijrat qilganlarni dunyoda cho'qim yaxshi joyga o'rlashtiramiz. Ular biladigan bo'lsa, ularga oxiratning savobi texmi cho'ngdir. Ular ig'irchiliklarga sabr qildi. Ular hamma ishda Parvardigorga tavakkul qiladi, ya'ni yo'linadi. Xo'sh, وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء وقال المشركون لو شاء الله أن نعبده وحده ما عبدنا أحدا غيره لا نحن ولا آباؤنا من قبلنا ولا حرمنا شيئا لم يحرمه. بمثل هذا الاحتجاج الباطل يحتج الكفار السابقون وهم كاذبون، فإن الله أمرهم ونهاهم ومكنهم من القيام بما كلفهم به وجعل لهم قوة ومشيئة تصدر عنها أفعالهم، فاحتجاجهم بالقضاء والقدر من أبطل الباطل من بعد إنزال الرسل لهم، فليس على الرسل المنذرين لهم إلا التبليغ الواضح لما كلفوا به. Müşrikler şuna deyişki başladı, eğer Allah biz birlam Allah ibadet kılışını halıgan bolsaydı, biz Allah'tan başka hiçbir ahadiga, hiçbir kuşka ibadet kılmagan bolatdık. Bizden bu Allah'ın gayri ibadet kıldığımız Allah'ın haişi, yani bu biz doğru kıldık demekçi de Allah bununla halap, Allah maşın razı olganlıqni o'zi bizden başka narsiga, Allah'tan başka gayriga ibadet kılışımızı Allah'ın halıganlığı, Allah'ın razı olganlığı bizden. Yani demek Allah razı oldu degan gap biz to'g'ri haqiqat ustida demakchi bo'layina. O'zidan shu ozg'un maydonda ching turyapti. Mushriklar shuna deyki, agar Allah bizni faqat birlam Allohga ibodat qilishni xohlagan bo'lsa-da, biz Allohdan boshqa hiçbir kuşka, hiçbir ahadiga ibadet qilmagan bo'lardik. Vala biz, vala bizden burun ata boğulurumuzmu Allah'ın gayriga ibadet qilmagan bo'lardi. Vala Allah haram qilmagan hech qanday bir narsani biz haram qilmagan bo'lardik. Mushu batil, buzuq hujjatlarning o'qishlancho ilga kafirlarmi mushtaqlarning qildi, hujjat qildi bu. Hujjatlashdi. Ular o'z yolg'onchilar. Haqiqatan Allah ularni buyurdi, chekledi. Ulargacha taklif bergan narsani qilaoladigan darajada imkoniyat berdi. Ular uchun kuch-quvvat berdi shuni qilish. Va uni qilaoladigancha ashlarning o'zidan uningki qilmish harakati sodir bo'ladigan bir iroda berdi, bir ixtiyoriy berdi, ixtiyorlik berdi. Bu bularningki
qada qadar bilan bo'lgan bu Alloh bizga mana taqdir qildi, Alloh bizga mana hukm qildi, Alloh biz mana pitib deb qado va qadar bilan hujjat keltirganligi bu eng buzuq, e, eng botilning botildindir bu. Eng chiqinashgan bir botil bu. Payg'ambarlar ularni ogohlantirib, ularninki davzaq azobidan va u dunyolikdagi xofliqdan ogohlantirgandan keyin yana bularninki bu qado qadar bilan hujjat keltirishi eng botilning botili, eng chekinashgan botildir bu. Ularni ogohlantiruvchi payg'ambarlarga faqatligilam ular taklif berilgan narsaning o'zgicha ro'shan yetkazib qo'yishlar bularning vazifasi shu. Uning qoldi, uningki adabini o'zimiz beramiz. ولقد بعثنا في كل أمة سبقت رسولا آمرا لهم بعبادة الله وطاعته وحده وترك عبادة غيره من الشياطين والأوثان والأموات وغير ذلك مما يتخذ من دون الله وليا فكان منهم من هدى الله فاتبع المرسلين ومنهم المعاند الذي اتبع سبيل الغي فوجبت عليه الضلالة فلم يوفقه الله فامشوا في الأرض وابصروا بأعينكم كيف كان مآل هؤلاء المكذبين وماذا حل بهم من دمار لتعتبروا. Biz her bir ummetke, bundan burun her bir ötken ummetlerce Allah'a ibadet kılış, bir Allah'a taat ibadet kıldıgan, Allah'ın gayrige ibadet kılışın taşlaydıgan, muşunu davet kıldıgan, muşunu buyuruyduğun bir peygamber evettik. Hiç bir ummet doğan bulup, bunun bir peygambersiz ummet boğan yok. Bu Allah'ın gayri o şeytanlardan, butlardan, ülüklerden, onun başka o mazza, bu mazza, o prim, bu prim deyilgandek, bunun uçuş Allah'ın gayrige ibadet kılışka ibadet kılışını taşlaşka buyuruyduğun bir peygamber evettik. Bunun burun ümmetlerinin üzgümü. Ula Allah'ını ko'p turib qanday qildi? O'ziga bir vali, o'ziga bir voy andaq pirim, mandaq avliyorim, mandaq mening egam deb Allohni ko'p qo'yib o'ziga boshqa bir narsalarni bir nima qilib oldi? Vali qilib oldi. Ularni qatoridan Alloh ularni to'g'ri yo'lga boshlab qo'yganlarmi bor? To'g'ri yo'lga boshlagandan keyin ular qanday qildi? O'zining payg'ambarlarga ergashgan bundoq kishilarmi bor. Va ularning qatoridan tarsa, bo'yinkash, sho'rpeshara mundoqlar borki, gumrohlik yo'liga ergashgan mundoq tarsa ta'turlarmi bor. Ularga dalolat haq bo'lgan mundoq kishilarmi bor. Ularni Alloh subhanahu va taolo bu nimaga bu hidoyatga yoki tavba qilmadi ularni. Siz mindi minpaqinglar, ko'zing bilan ko'rpaqinglar, ay ahli Makkalar. Shu ilgak payg'ambarlarni yolg'onga chiqargan bu burun kunlardagi mukazzibillarning, bu payg'ambarlar bilan qarshilashganlarning, payg'ambar bilan qarshi saf turganlarning, chaqirga ovoz qo'shmaganlarning oqibatining qandoq bo'lganligini ko'zing bilan bir ko'ringlar. Va ular uchun bu halak, vayronchilik, bu xil azob oqibatning tushganligini ko'zingdan ko'ringlar. Ondan umid gibi ders, ibret, savob qilib qolsanglar ajab emas. إن تبذل أيها الرسول أقصى جهدك لهداية هؤلاء المشركين فاعلم أن الله لا يهدي من يضل وليس لهم من دون الله أحد ينصرهم ويمنع عنهم عذابه. Ey Peygamber Aleyhisselatü Vesselam,
barlıq tirikçilikni ko'rsatsanmi, bu ozg'undi, bu mushrik bularni to'g'ri yo'lga boshlash uchun, bularni hidoyatga boshlash uchun barliq tirishchilikni ko'rsatsanmi, bilib qo'yginki, Alloh bu xil ozg'undilarni, bu xil ezishdan iborat zalolat yo'lini o'z irodasi bilan tanlagan. Bu kishilarni o'zi Alloh to'g'ri yo'lga boshlamayotganligini bilib qo'ygan. Ular uchunchi Allohdan boshqa hech qanday bir yordamchi yo'q. Ulardan Allah'ın azabını çeklep tuz kılgan hiçbir kuş yok. Ve halefe haulâil müşrikûne billahi eymanen mugalladaten ennallâhe la yeb'asu men yemutu ba'dema beliye ve teferrak. بلى سيبعثهم الله حتما وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون قدرة الله على البعث فينكرونه. Bu Allah'a şirk keltirişler alaydı şunda kuşluk bir alaydı bir kasam kılıştı. Neme dep? Allah ölgendinken bu çürüp bu nime emmisi topuğa bir atomga aylanıp topuğa aylanıp ketken ekan. Bununki bu ustixon so'ngakni par izlib yemirilib topup ketgandan keyin buni Allah bu o'lib ketgan kishilarni muholatmizda hargiz qaytarilmaydi o degan bu e'tiqodini alohida qasam bilan ta'kidlab qanday qildi? Bu mushriklar Allah bilan qasam qildi Alloh bilan. Ya'ni Allah bilan qasam qiladi. Yana qanday qiladi deganda, bu Alloh subhanahu va taoloning bu qudratini inkor qiladi. Allah buni da qo'zg'amay, buni o'lgandan keyin tirilmaydi deb Allohdan alohida puxta qasam qildi. Yo'q, undaq ishi yo'q. Bal sayab'asullohu hatma. Allah subhanahu wa taolo uni cho'qim ularni yotgan yerdan qo'zg'ab, ya'ni o'ziniki qabrgohidan tirildirib, uni hisob maydoniga akilib, mahkamatul kubroga tortalaydi, sudga tortalaydi buni. Va'dan alayhi haqqa. Bu Allah subhanahu wa taoloning cho'qim ish qiladigan va'dasi bu. Lekin insonlarning ko'pincha Allah subhanahu wa taoloning bu o'lgandan keyin barliq o'liklarni tirildira oladiganligiga Allohning qodir ekanligini bilmaydi. Bilmay shundan inkor qilib qoladi. Yab'asullohu jami'al ibadi liyubayyina lahum حقيقة البعث الذي اختلفوا فيه وليعلم الكفار المنكرون له أنهم على باطل وأنهم كاذبون حين حلفوا ألا بعث. Allah subhanahu wa taala bendilerinin hemmisini ölgenlikin tirildirdi. Nima uchun? Ular da'talashib qolgan shu ba'sning o'lgandan keyin tirildirish degan haqiqatni ular bir namoyanda qilish uchun. Va bu kuffar, bu inkor qiluvchi, bu ba'sni inkor qiluvchi kofirlar cho'qim o'zining botil, bu johillik, botillik ustida ekanligini bilsin uchun, biz bilamadik-da. Biz e'tiqod, biz qilgan da'vo botilga deganni bilsin uchun Allah butun xalqni o'lgandan keyin tirildirdi. Va chuqur ular va annahum kadibuna hina halifu alla ba's. Chuqur ular yolg'onchilar. Bu o'lgandan keyin tirilish yo'q deb qasam qilgan vaqtni o'zida bular haqiqatan yolg'on qasam qildi. O'zincha botil suturib, johillik suturib, bu qasamni Alloh subhanahu va taolo bu qasamga tichib qoldi. Inna amral ba'si yasirun alayna fa inna iza aradna shay'an fa innama naqulu lahu kun fa iza huwa kainun mavjudun. Chuqur bu o'lgandan keyin tirildirishning ishi bizga nisbatan to'liq o'ng'ay ish bu. Qachon biz bir narsani xohlasak, qilmoqchi bo'lsak, biz unga deymizki, bo'ldi deymiz
Nagahan o şu vaqtda naq ko'z oldimizda, naq shu vaqtda mavjud bo'ladi bu. والذين تركوا ديارهم من أجل الله فهاجروا بعدما وقع عليهم الظلم لنسكننهم في الدنيا دارا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لأن ثوابهم فيها الجنة لو كان المتخلفون عن الهجرة يعلمون علم يقين ما عند الله من الأجر والثواب للمهاجرين في سبيله ما تخلف منهم أحد عن ذلك. Allah için özünün koru makallarını, yurt topraklarını terk etkenler. Ularning üstü düşken zulüm sebeplik bu öz devletlerden, öz tug'ilgan joylardan, öz topraklarını bunu taşlap hicret kılganlar. Biz elbette biz ularni dunyoda en hatırcam, en isil, en güzel bir turarıq joyga, bir qo'ro joyga makanlashtiramiz. Ahiretning mukofoti bunun qaragan bundan nechasi cho'ng. Bu dunyodagi bu muhojirlar bo'lgan bu ozgina bir mukofot. Ammo oxiratning ajr mukofoti savobi bundan nechasi cho'ng. Chunki ularning bu oxiratdagi savobi jannat. Bundan cho'ng ishonmaydi, bundan cho'ng mukofot yo'q. لو كان المتخلفون عن الهجرة يعلمون علم يقين ما عند الله من الأجر والثواب للمهاجرين في سبيله ما تخلف منهم أحد عن ذلك. Eğer muşu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan çakırığı avaz kuşup del Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bilen muşu billah hicret kılıştın bu ayrılıp kalğanlar hakiki ravişte bu Allah'ın huzurdaki muhacirlar tayarıp koygan ecir, savab, mukafat Allah yo'ldagi hicret kılışının bunun alayda katta savabının ba ekanligini hakiki yakin tariqida bilgan bo'lsa edi, albatta ulardan bu hicrettin hiç birisi qolmagan bo'ladi. Biz birdak hicret qilgan bo'ladi. Bo'ldi biz deplekilam Rasulullah bilan birga safar hicret qildik deb hicret qilgan bo'ladi. هؤلاء المهاجرون في سبيل الله هم الذين صبروا على أوامر الله وعن نواهيه وعلى أقداره المؤلمة وعلى ربهم وحده يعتمدون فاستحقوا هذه المنزلة العظيمة. Bu Allah yoldaki bu muhacirler, bu hicret kıllar olsa Allah'ın buyrukları üstünde Allah'ın buyruklarını bija keltirish jarayonida sabr qilganlar. Allah'ın cheklimlaridan uzoq turishga sabr qilganlar. Allah subhanahu taoloninki nayte alamlik, dardnak ba'zi taqdirlarga sabr qilganlar bular. Bular faqatlam o'z Rabbigilam tayanganlar bular. Şu sebeplik bular استحقوا هذه المنزلة العظيمة papay sebebiyye. Bu sebeplik ula bu yuqura en katta orunukçu layık oldu deydi. Hoş. Ayet-i kerimde لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ. Bunun da وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِ شَيْءٍ. İtnab. Nab, icaz, musavat. Bu mübalağatınki kaidelerinden birisi, bunu yukarıda ötkettik, maycık değil. مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ. Bunu da itnab. Enandan başka فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللّٰهِ.
ومنهم من حقت عليه الضلالة هدى الله ضلالة أرض تبقوة. Bunun başka فإن الله لا يهدي من يضل. Bunun da çoğu. Bunun da mı? Tibakwa. Hoş. Dersimiz şundan kifayenimiz. Devam Allah halis ayet oludu. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.